Qorilardagi eng katta xato, aksar qorilardagi eng katta xato Qur'onga cheklanadi. Ular nima deydi? Dunyo topmoqchi bo'lsang, Qur'onni lozim tut. Oxiratni topmoqchi bo'lsang, Qur'onni lozim tut. Ikkalasini ham topmoqchi bo'lsang, Qur'onni lozim tut. Bu hadis emas o'zi aslida, hadis emas. Imom Shofiydan asar keladi. Agar dunyoni xohlasang, fa alayka bil ilm deb keladi. Albatta, ilmlarning boshi Qur'on mana. Lekin Qur'onni o'ziga, lafziga, o'qishiga cheklanib qolish bu talabani ortga tortadi. Faraz qiling, Alloh sizga Qur'onni berdi. Qur'onni to'g'ri o'qiysiz. Qur'onni yoddan boshidan oyog'igacha o'qiysiz. Mashaalloh. Nima uchun buni tushunishlikka harakat qilmaysiz? Nima uchun fiqh o'qimaysiz? Nima uchun tafsir o'qimaysiz? Nima uchun usul o'qimaysiz? Nima uchun hadis o'qimaysiz? Qur'onni ma'nosiz, uni tushunmasdan qanday tadabbur qilish mumkin? Umuman tadabbur qilib bo'lmaydi. Qur'onni ma'nosini tushunmasdan hech qachon tadabbur qila olmaysiz. Shuning uchun qorilardagi eng katta xatolar. Qori bo'lsam bo'ldi dedi. Qur'on yodlaydi, Ramazonda xatm o'tib beradi. Mashalloh, ovozingiz go'zal ekan, chiroyli ekan. Bu bilan cheklanmang. Ilm o'qing, harakat qiling. Alloh sizga Qur'onni beribdi. Bu Qur'on nima uchun yodlanadi o'zi aslida? Nima uchun yosh bolalarni boshidan biz Qur'on yodlatamiz? Mana ustozlar, olimlarning maslahatlari. Yosh bola keldimi Qur'on yodlatsin deydi. To u 15 yashargacha. Lekin 15 yoshdan keyin bir talaba o'qiyman desa, uni zehniga qarashadi olimlar. Agar zehni yaxshi o'tkir bo'lsa, mayli Qur'on yodlab olsin 18-19 yoshigacha deydi. Bo'lmasam ilm o'qitiladi unga. Halol haromni o'rgatilinadi, aqida o'rgatilinadi. Bizning o'zimizda, yurtimizdagi olimlarning uslubi shunday bo'lgan. Endi qorilar emas, endi qorilarda faqat Qur'on yodlatib qo'ysa bo'ldi. Yaxshi Qur'on yodlash, lekin Qur'onni o'ziga cheklanib, shu bilan umrini o'tkazish, u Qur'onni mazasidan, Qur'onni halovatidan bebahra qolishdan boshqa narsa emas. Shuning uchun ey qori, ey Qur'on o'quvchi, ilmga shoshiling. Buni tushunishlikka, uni tadabbur qilishlikka shoshiling. Bo'lmasam siz juda ko'p xatolar qilasiz. E'tiqodda xato qilasiz. Bid'at ko'p chiqarasiz. Sabab ko'p qorilar bid'atchi bo'ladi. Bid'at chiqaradi. Dinda bo'lmaganlar, chunki dinda o'rganmagandan keyin dinda bo'lmagan narsani chiqaradi. Shuning uchun shunaqangi halokatlarga tushib qolmaslik uchun albatta Qur'on yodladingizmi? Demak, ilm o'qing, aqida o'qing, fiqh o'qing, tafsir o'qing, Qur'onni tadabbur qiling, ilmga kirishing. Qo'lingizdan kelganicha. Allohum muvaffaq.